Haqiqiy off-road qiroliku O'zbekistonda sanoqli bo'lgan Ford Bronco. Rost egasim off-road uchungina chiqarilgan mashina, lekin shaharda oqib yursangiz ham rost egasim klassika bashara bo'yatibdi. Hozirgi kunda bilasiz, off-roadchilar вообще kuchayib ketishgan. Ya'ni kuchli odamlar off-roadchi bo'lib ketishyapti. Siz ham bitta mana shu mashinani olsangiz, o'zi kuchlisiz, ya'ni ham eng kuchli shu off-roadchilardan bo'lasiz. Ishoning, bu mazani his qilgan odam boshqa narsadan, uncha narsadan maza qila olmasa kerak. Rost egasim buni o'zini gashti, mazzasi bor. Ishoning, mashina 2.7 EcoBoost twin turbo motor, 315 ot kuchi. Davam balonni qarang, voy dod tishlarini. Adashmasam Asko do'konlarda mana shunaqa balonlarni, zimniy balonlarni ko'rgandim. Aynan bunaqa endi sanoqli mashinalarga ketadi-yu, bunaqa balon. Sizni mashinangizga tushadigan balonlar Asko do'konlarida bor. Aynan off-road yo'llarga moslashgan balonlarni ham taqib qo'yilgan, tega zashita, mashita, hamma narsasi bor. Salon eng top akustikalardan va salonda off-road uchun kerak bo'ladigan hamma funksiya. 4 ta balon tortadigan qum, loy, tog' rejimlari, multimediyasi ham yaxshigina aqlli. Qarang, mana otda kishnab turgan emas, tepib turgan logosi turar ekan bunda. Xullas, mashina top-toza 2022-yil 70 ming probeg, o'zlari 110 mingga olgan ekanlar. Rostkasim off-roadchi ekanlar. Srochniga haydadim, endi boshqa off-roadchilar ham maza qilib haydasin deb turib, asl savdalashlik bor-ku. 68 mingga bosib borsangiz bo'ladi. Srochni hozir bitta like bosingda, siz tanigan off-roadchi tanishlaringiz bormi? Ha? Bor-ku. O'shalarga hozir tashab qo'yingda, mana shu qanaqa mashina bosib yuboraymi? Bitta maslahat so'rang. Aytgancha bu yetdim-ku, tomi ochiladi. Kabriolet bo'lib ham beradi. Ya'ni tomi mana bunaqa bittasini ko'rgan edim, birzin sifatli edi. Bu takoy baquvvat, qattim tomli ekan, jo'ski. Yaqinlaringizga tarqatib qo'ying, bosib yuboringlar ekan.